O'zbekiston xalq artisti Ravshan Komilov haqida ijtimoiy tarmoqlarda yomon xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ravshan Komilov 1964-yili 26-oktyabr kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. U oilada to'ng'ich farzand bo'lib, Lola ismli singlisi bor edi. Afsuski, singlisi og'ir kasallik sabab bu hayotni tark etdi. Xonanda bolaligi bilan bog'liq voqealarni quyidagicha eslaydi. Bolalikda o'yinqaroq va juda sho'x bola bo'lganman. Ota-onam davlat ishida ishlasa ham yakshanba kuni dehqonchilik bilan shug'ullanardik. Dadam rahmatli mehnat qilsang kam bo'lmaysan deb ko'p aytardi. 3-sinfda o'qigan kezlarim poytaxtimizdagi 39-maktabda o'tkazilgan tadbirda mustaqil ashulalar aytib, yig'ilganlar olqishiga ilk bor sazovor bo'lganim xuddi kechagidek yodimda. So'ng ota-onam meni san'atga shaydoligim, qiziqishimga ko'ra Sergeli tumanidagi 32-musiqa maktabining Qashqar rubobi, keyinroq esa fortepiano bo'limiga o'qishga olib borishgan. Shunday vaziyat ham bo'lganki, birdan musiqaga qiziqmay qolganman. Har kuni rubobni ko'tarib, o'qishga ketyapman derdim-u, stadionga borib to'p tepardim. Keyin esa kechga yaqin changga bulangan rubob bilan uyga qaytardim. Bu hol bir oyga yaqin davom etgan. Onam bilib qolganidan keyin dakki berib, o'zi men bilan borib ustozlardan uzr so'ragan. Agar o'shanda onam majburlamaganida san'atni davom ettirmasligim aniq edi, deydi xonanda. Ravshan Komilov Xalqlar do'stligi san'at saroyi qurilishida ishtirok etgani va bir kun kelib o'sha yerda konsert berishni niyat qilgani haqida so'zlab berdi. 1980-yil maktabni tamomlab, Toshkent madaniyat texnikumida o'qishga kirdim. Ushbu bilim yurtida o'qib yurgan vaqtlarim bir voqea xotiramda muhrlangan. Toshkentda muhtasham Xalqlar do'stligi san'at saroyi qurilar ekan deyishganda, biz ham yordamga kelganmiz. Saroy zinalari uchun marmar tashir ekanmiz, biz ham mana shu saroyda konsert berarkanmizmi deb orzu qilgan edik, deydi xonanda. Bolaligimda buvim rahmatli falon kuni dugonalarim kelishadi, konsertga tayyorlaning derdi. Aslida buvim hazillashib gapirardi, ammo men buni chin deb bilganman. Kamida 4 ta yangi qo'shiq o'rganardim. Buvimning dugonalari ham qo'shig'imni eshitib olqishlardi va men ham o'zimni xuddi konsert bergandek his qilardim, deydi Ravshan Komilov. Xonanda hozirgi Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining musiqa fakultetida o'qigani va kursdoshi bilan oila qurgani haqida so'zlab berdi. Armiyaga borib kelgandan keyin Toshkent davlat pedagogika universitetining musiqa fakultetiga o'qishga kirganman. Birinchi kursda Kamolot ko'rik tanlovida ishtirok etib, Odam bo'laylik qo'shig'i bilan g'oliblikni qo'lga kiritganman. Yolg'iz o'g'il bo'lganim uchun onam qachon uylanasan deb qo'ymasdi. Shunda kursdoshim bilan oila qurishga qaror qilganman. U diplomli musiqa o'qituvchisi bo'lgani uchun ham o'g'lim ikkimizning eng birinchi tanqidchimiz, deydi xonanda Ravshan Komilov kulib. Ravshan Komilovning Mavluda Asalxo'jayeva bilan birga ijro etgan Oyim bilmasin qo'shig'i ikki xonandaga ham omad keltirgan. Ammo qo'shiq bilan bog'liq mish-mishlar Ravshan Komilovning turmush o'rtog'iga yoqmagan. Bu qo'shiq sabab ancha vaqtgacha uyimda janjal bo'lgan. Bo'rining yesa ham yemasa ham og'zi qon deyishganidek, qo'shiq chiqqanidan keyin xalq orasida har xil mish-mishlar tarqalgan. To'ydan kelsam doim uydan bir gap chiqib turardi. Undan keyin esa hech kim bilmasin degan duetni aytdik. Qo'shiq odamlarga yoqadi, ammo negadir bizni bir-birini sevadi deb hisoblardi. Ayolim tabiatan rashkchi bo'lgani uchun duetdoshlar borasida juda ko'p ziddiyatlarga borganmiz, deydi xonanda. Xonanda Ozodani sevaman qo'shig'ini ijro etganidan keyin uyiga pichoq ko'tarib kelishgani haqida ham so'zlab berdi. Ozodani sevaman qo'shig'i tasodifan yaratilgan. Hamkasblar bilan Yulduz Usmonovaning konsert dasturini tomosha qilgani borganmiz. O'shanda Yulduz Usmonova shoir Muhammad Yusufni sahnaga taklif qilgan va she'r o'qib berishini so'ragan. O'shanda Muhammad aka Ozodani sevaman qo'shig'ini she'rini o'qigandi. Qo'shiq barchaga yoqqan. Qiychuv bo'lganidan keyin shu she'rni qo'shiq qilaman deganman. Xullas, shoirning roziligi bilan qo'shiq yaratilgan va qisqa vaqtda mashhurlikka erishgan. Ammo bu qo'shiq ham ayolimga yoqmagan. Endi Ozodasi kim bo'ldi degan edi. Bir kuni uyiga bir ayol va erkak so'rab keldi.
to'yga aytishmoqchidir deb chiqsam, erkak menga pichoq o'qtalib keldi. Nima bo'ldi, tinchlikmi desam, Ozodani qayerdan taniysan deydi. Keyin bilsam, uning turmush o'rtog'ining ismi Ozoda va uning 2 o'g'il va 1 qiz farzandi bor ekan. Xullas, gap bilan tushuntirib bo'lmaganidan keyin Muhammad Yusufning kitobini olib chiqib, ichidagi shu she'rni ko'rsatib qutulgandim. Bunday voqealar juda ko'p bo'lgan. Ozodaga atalgan qo'shiq sabab ko'p kaltaklari boshimga singan deydi xonanda. Ravshan Komilov xalq orasida Ahmadboy nomi bilan tanilgan tadbirkor bilan yaqin bo'lgani haqidagi savolga quyidagicha javob berdi. Yashirmayman, Ahmadboy bilan uchrashganman. U hamkorlikda ishlashni taklif qilgan. Ammo sotilgan mashinalarning pulini bo'lib beraman degan. Oz bo'lsa ham naqda asal deb rozi bo'lmaganman. Bir necha yillik tadbirkorman. Nasiyaga qilingan savdoning oqibati u qadar yaxshi bo'lmasligini yaxshi bilaman. Keyin bu boshqa xonandalar singari meni ham to'yiga taklif qilgan. O'shanda bir nechta sharoiti og'ir bolalarni sunnat to'ylarini o'tkazganda men ham el qatori xizmatga borib haqqimni olganman deydi xonanda. Ravshan Komilov xonandalikdan tashqari tadbirkorlik bilan ham shug'ullanadi. Tadbirkorlikni boshlaganimga ancha yillar bo'ldi. Yigit kishiga qo'rq hunar ham oz. 60-70 yoshda ham to'yga aytisharmikin deb o'tirmaysiz-ku. Shu bois bir nechta ko'chmas mulk xarid qilib, ijara shartnomasi asosida odamlarga foydalanishga berganman. Biznesni yaxshi tushunaman deydi Ravshan Komilov. Ravshan Komilov otasi va singlisining bevaqt o'limidan keyin ruhiy tushkunlikka tushgani haqida so'zlab berdi. Otam rahmatli og'ir kasallikdan vafot etgan. U kasallik sabab qattiq qiynalgan. Bir kuni ayolimga Ravshanning puli yo'qmi, nega meni davolatmayapti degan ekan. Shu gapni eshitib ich-ichimdan yig'laganman. Chunki otamni juda ko'p shifokorlarga olib borganman. Hech bir muolajadan foyda bo'lmagan. Otam o'lganidan keyin ko'p vaqt o'tmay singlimda ham bu kasallik aniqlandi. Onamga bu haqida aytmadik. Singlimni 2,5 yildan ziyod davolatdik. Hatto uni xorijga olib borib operatsiya ham qildirdik. Hech biridan foyda bo'lgani yo'q. 2 yaqinimdan ayrilganimdan keyin ruhiy tushkunlikka tushib qoldim. Ancha vaqtgacha onamning e'tiboridan chetda yurdim, deydi xonanda Ravshan Komilov. Ravshan Komilovning 4 nafar farzandi bor. Nozima va Durdona ismli qizlari uy bekasi. To'ng'ich farzandi Farruh esa otasining izidan borib xonandalik bilan shug'ullanadi. Kenja o'g'li Farhod esa otasiga tadbirkorlik ishlarida ko'maklashadi. Xonanda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mish-mishlarga ko'ra og'ir judolikka uchradi deya singlisining vafoti haqida ko'p bora aytib o'tgan. Hurmatli tomoshabin, videorolikimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni hamda Ravshan Komilovga ijodiy zafarlar tilashni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga bundanda qiziq xabarlarni birinchilardan bo'lib taqdim etamiz.